jonimga tegding. To'g'rimi o'zi? Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi dam oldingizmi? Bo'ladi. Ertalab 6ga la yeb yotmasdan ko'chalarni supuring, hovlilarni supuring. Ne qarab turibsiz? Boring, ovqatga qarang. Ziyoda, o'zingni bos, hali yangi kelinsan. Vaqt o'tsin, ona boladek bo'lib ketamiz. Xo'p. Hali telefon o'ynab o'tiribsizmi? Men sizga nima degan edim? Nega ovqat qilmadingiz shu vaqtda? Oyim telefon qilgandilar, gaplashib olay. Hozir ovqat qilib qo'yaman. Voy, onangiz ham telefon qilaverar ekanlar-da endi. Kechqurun gaplashasiz onangiz bilan. Turing ovqat qiling. Ha, aytganda, xolodilnikdagi hamma go'sht sovormang tag'in. Bir haftaga yetsin. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hamma ayb o'zingda Ziyoda. Telefonda gaplashish kerak emas edi. Voy oyijon, turdingizmi? Ha, turdim. Uxlayotganingizga bezovta qilmaydigandim. Kechga nima ovqat qilib qo'ying? Bastava qiling. Abitga ovqatingizni itam yegani yo'q, baribir qo'lingiz bemaza. Go'sht kamroq sovib qiling. Sabr ber. Voy, bu nima ahvol, kelin? Kuni bilan telefon o'ynab o'tirdingizmi? Oyoq bog'i yig'ishtirib o'tirsangiz bo'lmaydimi? Mehmon kelsa qattiq kutaman mehmonni. Hozir yig'ishtirib olaman oyijon. Sani kelin qilib nima ko'rdim men? Qani jonimga tegding? To'g'rimi o'zi? Abdazim aka, hamma narsa meni jonimga tegib ketdi. Bo'ldi, qo'ying, ajrashamiz. Yashamaymiz. Bor, ketsang ketur. To'rt tomoning qibla. Meni o'zim yaxshi ko'rgan qizim bor. Onam uni uydagilari boy deganliklari uchun uylangandim. Beparosatligini bilganimda uylanmasdim.